16-mart uy bozoriga kelganmiz. Narxlar tushyapti. Egalarni nomini qo'yamiz. Sindir gaplashaverasizlar. Kelisda Menvada degan joyda 8 sotiq yerda общий 25 ming berib ekanlar. Mana pastdagi o'zingiz nomeringiz. Yengitosh postdan mana shu 10 kilometr kiriladi. 10 kilometr kiriladi. Avtobus qanaqa qatnaydi? Qat'iy marshrutkalar avtobusda qatnaydi. Svet suv gazlar qanday? Bor, svet suv gazlar bor. Aha. O'tqizish kerak faqat. Quruq yer o'tdi faqat. Aha, quruq yer. Hujjatlar joyida. Hujjatlar joyida qilib beriladi. Buning yana ustida o'tib beriladigan joylar bor. Bor, kelishadigan joy. Kelishlar beradi. Yangi Hayot tumani 3 xona 3-etaj, 68 kvadrat, 44 ming so'rayaptilar egalari, 77. Hozir 5-bekatdan necha boradi aka avtobus? 184. Necha kvadrat kadastrda? 68. O'zingiz nomingizda? O'zim nomimda. Qarz boshqa narsasi yo'q. Remont qanday holatda? O'rtacha. Remont o'rtacha. O'rtacha. Ko'radi, oluvchi. Balkoni necha razmer? 2 ga 6. O'zingiz nomeringiz? Aha. Kelishtirib berasiz. Albatta. Nazarbekda 8 sotiq, asli 9 sotiq deydingizmi aka? 9 sotuq, ha. Aha, 3 xona. 3 xona. Teplitsasi pastida podoli ham bor 3 xona. Aha, Teplitsalari bor ichida. 40 metrlar bor, 2 ga bo'lib, uy qurib olsa ham bo'ladi 2 ga bo'lib. Nech pul deb so'rayapsiz? Uni 70 ming deyapmiz. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz. Hujjatlari joyida. Dokumentlari bor. Zangata ziyoratgohining yonida ekan, mana 2019-yil qurilgan. Pastga 6 sotiq 5 xona. 80 ming so'ralyapti ekan, 75 ga narxlarini tushirdik. Mana 89 egalari. Aka, kadastr hujjatlari hammasi joyida-ya? Kadastr hujjatlari hammasi joyida. Aha, suv, svet, gazlar qanday? Muammosiz. Gaz magistralni kattadan qadar kelgan. Aha. Svet 2 ta liniya kelgan. 2 faza bor edi svet. Aha. Shahargacha necha minut yuriladi taxminan? Shahargacha, postgacha uzoq bilan 15-20 minut yetkazib bo'ladi. 15-20 minutda. Hujjatlar joyida hammasi dedingiz, Ha, o'zingiz kadastr 100%, ha, o'zim nomimda. Uy egasisiz. Ha, o'zimdik. Xudo aka barakasini bersin. Xudo podpischiklarni chiqara. 75 ga tushirdik narxlarini. Qo'shningizga qanchaga bermadim dedingiz? 70 ga qo'shnim so'radi, bermadim. 75 bo'lsa beraveraman. Uyni siz bo'shatib berasiz, xudo xolisa. Ha, siz bo'shatib beriladi. Xudo aka bozoringiz bersin. Rahmat. Sergeli 6ada navbatdagi dom, 2 xona 1-etaj podvali bor ekan. Kadastrda 52 kvadrat ekan mana. 50 yozib qo'yibdilar. 55 ming qo'ygan ekanlar. Arzon narxda kanal nomidan borsangiz 51 ming berib yuborar ekanlar aka. Stiralga qoladi aka? Stiralni qoladi. Aha, yana Konsoner qoladi. konseyner ham bor ekan mana. Mana shu rasmda nima? Gilani ham qoladi. Gilani Nima turgan bo'lsa hammasi qoladi. Uyda ish yaxshi, podvali ham bor dedingiz-a? Dokumenti yo'q. Podoli qolsa, O'zlashtirib olsa bo'ladi. hujjat qolsa bo'ladi. 51 ga beraveraman. 51 ga berib yuborasiz. Arzon narxi nomidan chiqsa 51 berib yuborasiz. 55 ming o'zlari tarqatgan ekanlar. Pastda nomerlar turibdi. Aka bozoringiz bersin. Tebzor Termiziy masjidining yonidan 3 xona, fransuskiy planirovka, 72 kvadrat. 72 kvadrat. Mana nomerlari. Yili xonobodda 12-13-etajkali. Korobka 80 kvadrat. 2 ta. Kadastr chiqqan ekan buni. Kadastri chiqqan. Arzon narxda kanalida egasidan oling, arzonga oling. Buni arzon variantda o'tkazmoq uchun kanalimizga obuna qo'ying.